Assalomu alaykum, hurmatli grafik dizayn kursi o'quvchilari. Bugun siz bilan hozirda trendda bo'layotgan onlayn taklifnoma yasashni o'rganib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda albatta g'oya olishimiz kerak. Menda o'zi tayyor, o'zim yaratgan dizaynlar bor. Keling ushbu dizaynlardan birini ko'rib, shu dizaynga o'xshash qilib yaratishga harakat qilamiz. Xo'sh, o'zimning profil, bu mening Instagram profilim. Bu yerda obuna bo'lib va dizayn haqida yana ham ko'proq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Birinchi qilgan ishlarimdan biri xuddi shu ko'rinishda. Hozir siz bilan birgalikda dizayn qilsak ham bo'ladi. Ushbu dizaynni sizlar birgalikda yasashni o'rganamiz. Buning uchun yangi fayl ochamiz. Buning razmeri istoriya razmerida bo'lishi kerak, chunki asosan hozir taklifnomalar istoriyada qo'yiladi. Uni aylantirib olamiz. Orqa foniga bizga rasm kerak. Bunda saqlangan rasmlarni o'tib olamiz. Xo'sh, taklifnomani orqa fonga qanday rasmni olamiz? Uning ustiga rektangl chizib olamiz. Rangini oq rangga o'tkazamiz va opacitysini kamaytiramiz biroz. Orqa fondagi rasmimizga filtr bo'limida blur beramiz. Juda ham ko'p rasm bo'lib qolgan, shu uchun ozroq blur bersak yetadi. Bu yerga ism, kelin-kuyovlarning ismi yozuvni chiroyli fontga qo'yib olamiz. Keyin ismini yozamiz. Sana 2 birinchi oy 2025 yil. Yozuvni o'zgartiramiz. Yozamiz. Manzil. Mana ushbu qog'oz variantida onlayn taklifnomamiz ham tayyor. Siz ham o'zingiz uchun yoki dugonangiz, qarindoshlaringiz uchun to'ylarga bemalol taklifnoma. Mana ushbu taklifnomamiz ham tayyor. Siz ham o'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ushbu ko'rinishdagi taklifnomalarni yaratishingiz va yanada dizayn qo'shib yasashingiz mumkin. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.